Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi akfa eshik derazalarimiz uстановkalarini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Piyosbaya mahallasiga o'rnatib berdik. Bu joyimizni xonadonimizda общий 4 xona uyga eshik derazalar o'rnatib berdik. Derazalarimiz razmerlariga keladigan bo'lsak, derazalar razmerlari enlari 1.75, bo'ylari 1.80. Bu derazamizni Akfa'ni originaldan 6000 seriya Akfa Plus'dan qilib berdik. Ikki chekkalardan ochilishlari hamma yo'g'i xudo xolasa bekam ko'z holatda. Ishlardan sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Eshiklarimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz razmerlari enlari 1.38, bo'ylari 2.70. Derazalarning razmerlari hammasi bir xil. 1.75 eni, bo'ylari 1.80. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu joyimizga jami 5 dona deraza, 4 dona ikki qanotli eshik, 1 dona pastga podvalga forchka, 3 dona bir qanotli yakka eshik qilib berdik. Ishlardan yaqindan tanishtirib o'taman. Ishlarimizni eshiklariga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz alyumin balkon profildan foydalanildi. Zamonlari doimgidek yana turetskiy zamonlar. Xudo xolasa ligrovkalari go'zal holatda. Ichki taraflarini ko'rsataman. Mana ichki taraflari, osha-moshalari ham 5 tadan qo'yilgan. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda. Podagonliklari, ichkarilarga podagonliklarni qo'yib, hamma yo'g'ini xudo xolasa bekam ko'z holatda qilib qo'ydik. Ochilib yopilishlari, ligrovkalari ham go'zal holatda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamizni ko'rsataman. Bu keyingi xonamiz. Bu xonadonimizda qurilish davom etyapti. Bu keyingi romimiz. Bu ham mana podagonliklari qo'yilgan. Hamma yo'q xudo xolasa bekam ko'z holatda. Ochilib yopilishlari, ligrovkalari zo'r holatda. Ruchkalari original turetskiy ruchkalar. Eshiklarimizni zamonlari mana doimgidek chiroyli turetskiy baquvvat zamonlardan. Bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, derazalarimiz razmerlari 1.75 ga, bo'ylari 1.80. Eshiklarimiz razmerlari mana oldi tarafdagi bitta eshigimiz ham bor. Bu eshigimizda ham razmeri bir xil, 1.38 ga 2.70. Narxlariga keladigan bo'lsak, общий narxi 4 dona eshik, 5 dona plas derazamiz, 2 dona hammomga eshik, 1 dona podval eshik, 1 dona katta forchkamiz. Jami bu xonadonimizga 38 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Romlarimizni qalinligi 6000 seriya 4 kamera Akfa Plus original material. Eshiklarimiz balkon profildan ishlangan. Hamma ishlarimiz oynalari 2 qavat. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.